Assalomu alaykum hammaga. Xayrli. Kim agar kechqurun ko'rayotgan bo'lsa, xayrli kech. Kim agar kunduzi ko'rayotgan bo'lsa, xayrli kun. Bugun bizda maffinni tayyorlamoqchimiz. Tuxum kerak bo'ladi. Buning ichida soda, buning ichiga aloe so'yaman, chechevitsamiz bor, blenderimiz bor, olma, mana shunaqa mana olma. Tak, Dreamix. Xo'p, zaytun yog'i va qolipchalar kerak bo'ladi. Mana shunaqa chiroyli tarzda. Biz nimani tayyorlaymiz? Aynan maffinni tayyorlaymiz. Ishi chechevitsani sovvolamiz. Chechevitsadan moqchiman. Chechevitsani oldindan o'tib qo'ydim. Xo'p. Tuxum solamiz. Va blender qilib olamiz endi. Xo'p. Mana. Bunisi chiroyli bo'ldi o'zi. Tak, nima solamiz endi? Dreamix solamiz mana. Hop, Dreamix solamiz. Aloe olamiz, bir qoshiqcha. Bismillahirrohmanirrohim. Xo'p, soda qo'shamiz. Tadam! Ko'pirdi. Mana shunaqa massa paydo bo'ldi. Ozgincha tuz solamiz. Aralashtirib olib. Tuzimiz. Ranglari juda ham chiroyli. Nima qilamiz? Yog'lab olamiz. Bittasini shuni qilib zaytun yog'laridan solib ozginchalarda nimadan solib qo'yamiz. Qolipchalarga soldik, endi pishirib olamiz.